Keyingi savol, taqvo hosil qilish uchun qaysi amallarni qilish kerak? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslan hamma narsada qanaqa bir tavfiq bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taologa bog'lanishlik bilan bo'ladi bu narsa. O'zi aslida taqvo nimadan kelib chiqadi? Taqvo insonning iymonini ziyoda bo'lishligidan kelib chiqadi. Taqvo o'zi insonning iymonini ziyoda bo'lishligidan kelib chiqadi. Qachonki insonda iymoni ziyoda bo'ladigan bo'lsa, taqvosi ziyoda bo'ladi. Bu haqda yozilgan kitoblardan eng yaxshisi Allohu taala alam, ya'ni eng yaxshilaridan bittasi Ibn Qoyyim rahmatullohi alayhi Ad-Da va Davo degan kitobi va undan keyin Tibbul Qulub degan kitoblari bor. Mana shu kitoblarida haqiqatda mashalloh juda ham chiroyli qilib yoritib bergan. Taqvoni ziyoda qiladigan, ya'ni iymonni va taqvoni ziyoda qiladigan narsalardan birinchi o'rinda u kishi zikr qilgan narsa tilovatul Qur'on bittadabbur. Qur'onni tadabbur bilan o'qishlik. Haqiqatda Qur'onni tadabbur bilan o'qishlik insonning taqvosini ziyoda qiladi. Qur'onni tadabbur bilan o'qishlik. Shunchaki haligi bir pora o'qishim kerak, ikki pora o'qishim kerak emas. Ramazonda bizda o'qishlarimiz borku, 3 pora o'qidim, 2 pora o'qidim, 5 pora o'qidim. U emas. Ulamolar aytishadiki, bitta oyatni tadabbur qilib, ma'nolarini tushunib, hayotga tatbiq qilishlik bu Qur'onni hammasini boshidan oxirigacha ma'nosiz o'qib chiqishdan ko'ra yaxshiroqdir. Shuni hisobiga birinchi insonning taqvosini ziyoda qiladigan narsa Qur'onni tadabbur bilan o'qish. Endi bir kishi savol beryaptiki, endi tadabbur qilib o'qishlik uchun nima qilishimiz kerak? Biz misol uchun arabchani o'qiydigan bo'lsak, ma'nosini tushunmaymiz-ku. Unda oldiga nima qilamiz? Ma'nolar tafsirini olib kelib olamiz. O'zbekchasi bilan birga o'qiymiz yoki ruschasi bilan birga o'qiymiz. Qaysi lug'atni biladigan bo'lsa, o'sha bilan birga o'qiymiz. Demak, birinchisi tilovatul Qur'on bittadabbur. Ikkinchisi solih kimsalar bilan ko'p bo'lishlik. Insonning solih kimsalar bilan ko'p bo'lishligi va solih o'rtamda bo'lishligi uni taqvosini ziyoda qiladi. Shuning uchun misol uchun ba'zi bir sigaret chekkan odamlarni ko'rasiz, yaxshi odamlarning oldiga kelganda sabr qiladi. Sigaretini chekmaydi. Yoki misol uchun g'iybat qiladigan odamlarni, g'iybat qilmaydigan odamlarning oldiga kelganda g'iybat qilmaganligini ko'rasiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida Alloh subhanahu va taolo ilm halqalari sababidan ilm halqasiga ilmni deb kelmagan odamlarning ham gunohini mag'firat qiladi degan hadis bor. Bilamizki, misol uchun farishtalar yer yuzida ilm halqalarini istab aylanib yuradi dedik. Qachonki ilm halqalarini topadigan bo'lsa, ana shu yerga to'planib oladi. So'ng Alloh subhanahu va taolo so'raydi: bandalarim nima qilyapti? Seni zikr qilyapti. Meni ko'rganmi yo ko'rmagan? Ko'rsa qanday qilardi? Bundan qattiqroq zikr qilardi. Nima so'rayapti? Jannatni so'rayapti. Jannatni ko'rganmi yo ko'rmagan? Endi ko'rganda nima qilardi? Ko'proq ijtihod qilardi. Nimadan panoh so'rayapsiz? Jahannamdan panoh so'rayapti. Jahannamni ko'rganmi yo ko'rmagan? Ko'rganda nima bo'ladi deganda, ko'rganda qattiqroq panoh so'rardi. Nimani so'rayapti deganda, gunohlarni mag'firat qilishini so'rayapti deganda, gunohlarni kechirdim deganda farishtalar aytadiki, "Ya Robbi, bu yerda bu maqsadda kelmaganlar bor ular orasida" deydi. Ilmga kelmaganlar bor, tijorat uchun kelib o'tirganlar bor, boshqa maqsad zaruratdan kelganlar bor deganda, ularni ham gunohini kechirib oldim. Ulamolar aytadiki, demak solih kimsalar bilan birga bo'lishlik insonning gunohlarini kechirishlikka sabab bo'ladi va mana bu uni taqvosini ziyoda bo'lishligiga sabab bo'ladi. Va yana zikr qilingan narsalardan ko'p istig'for aytish. Inson taqvosi ziyoda bo'lishligi uchun ko'p istig'for aytishlik kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men bir kunda 70 marotaba, ba'zi rivoyatlarda 100 marotaba istig'for aytaman dedi. Chunki insonda o'zi taqvosi, o'zi nima degani? Taqvo degani Alloh taolodan qo'rqishlik degani. Allohdan qo'rqishlik insonning gunohini kamayishda bo'ladi. Qachonki insonning gunohi kam bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan qo'rquvi, taqvosi mana shunday ziyoda bo'ladi. Qancha insonning gunohi ko'payadigan bo'lsa, shayton shu darajada olib keladiki, uni taqvosini olib qo'yadi. Va bundan boshqa sabablari ham bor. Endi uni o'rnida alohida zikr qilinishi kerak. Tavsiya qilinadigan darslar, misol uchun Sodiq aka hafizahullohni Ad-Da va Davo degan darslarini eshitiladigan bo'lsa, albatta mana bu narsada ko'p yaxshiliklar topiladi. Allohu taala a'lam.